Hammaga salom. Bugun biz qishloqi bilan o'ynaymiz. Meni tanimaydiysizlar, to'g'rimi? Meni tanimayapsizlar, to'g'rimi? To'g'rimi? Tanimaysan. Seni hech kim tanimaydi. Chunki sen matcha yeysan. Men esa qishloqman. Qara undan ko'ra. Qishloqi sen qanaqa skin qilib olding? Men qishloqliklardan emasman endi. Meni nomim shaxsan Qishloqibek. Qara undan ko'ra. Bek qo'shganing bilan nima farqi bor? Mayli, qara. Va bam. Ko'rdingmi? Ha, mayli. Nima desam bo'ladi? Sen qo'liga nima taqib olding? Meni skinim qalay? Undan necha ball berasizlar? Undan 8 beraman. Qo'liga nima balolar taqib olding? Ha, buma. Buma. Ha, bu tepadan tushsang o'lmaysan. Ha, tepadan tushsang o'lmaydimi? Bu bacharaga. Sen undan ko'rachi, mana buni qara, mana bolg'abi nima bu? Qaysi? Mana bunga. Qo'limdagi qara. Bolg'a bu. Nima bu? Bugun nima o'yin o'ynab beramiz? P. Ha, ruxsat bersalaring biz qo'limizga narsa olib olsak. Ruxsat bersalaring biz PP boshlash uchun nima bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak, to'g'rimi? Ana, nima dedi? Jolly fer bo'lish kerak. Ruxsat bersalaring jolly fer bo'lsak. Jolly fer ham bo'lib oldik. Hey. Men urma qishloq. Boshlaysanmi yo'qmi? Hozir 1 2 3. Olg'a! Chu ozodlik, Gap, bir gapi, mana senga, ana senga. sen men asalni sepsanmi? To'qma, senga o'zim yordam beraman. Nayzamni kuchini tatib ko'r. To'xta. To'xta dedim men senga, qishloqi. Nima bo'ldi? Bir bilib qoldi, to'xtab tur. O'zim seni himoya qilaman, mana senga yaramas. Nima bo'ldi? Mana senga. Yaramas jilay ekan. Hop. Davay, boshladikmi to'pini? Boshladik to'pini. Mana senga, ana senga. Voy. Olmay yemasam bo'lmaydi. Ko'rdingmi qancha joningni oldim? Juda ko'p. Mana bu men asabimni buzyapti. Qanonu yaramas qishloq. Qishloq. Qaraysan. Pishloqi dedingmi sen meni? Hozir senga men pishloqingni chiqarib qo'yaman. Ana. Tezroq. Yo'q. Xayoliga keltirmamoqchi. Ay, yaramas. Meni zaharlading sen. Yaramas, mana senga, ana senga. Bu foyda bermayapti. Foyda bermaydi ham. Chunki sen yaramas va qo'loqsan. Yo'q, xayoliga ham keltirma. Yaramas, yana meni zaharlading-a. Meni seni ayog'im Yo'q, yaramas. Men zaharladim. Zudlik bilan tashqariga chiqib. Jonim kep qoldi. Yo'q. Ikkita zarbadan chachirib ketaman. Tepaga chiq. Tezroq. Hozir tateming ishlab ketadi. Sen yaramas o'zi. Men hecham anaqa qilmagansan. Sen yaramassan o'zi, haqiqiy yaramassan. Ana senga.
bo'ladi. Ha, men bilgandim buni. Men yutdim. Buni men yutdim. Ey qishloqi bu. Qishloqiga esa damlamalar yoqadi. Shuning uchun damlamalardan beraman. Qara, undan ko'ra men super qahramonman. Vachacha. Ola qol tezroq. Super narsalarim, yaramaschalarim, o'zim narsalarim. Ola qol. Bu o'zi nima beradi? Hech qanaqa effekt bermay shunchaki yuraman. Chunki sen yaramassan. Xullas, bugungi video tugaydi do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. To'xta. Qishloqi yana videomga kirib qoldi degan narsa qachon o'sha video chiqadi deyapti. Qachon chiqadi? 30 ta laykdan keyin esa maktab boshlangandan so'ng. Mayli, maktab boshlanishidan bir kun oldin bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Bular zerikib ketadi. Shuning uchun bizni ko'rish kerak. Biz qachon chiqishini aytaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bizning nima deydi, qishloqqa yana videomga kirib qoldi degan videoyimiz soat 4da to'shni 4da chiqadi va esa nima deydi, qachonligini aytaman. Nechinchi kuni? 25 kuni qila olmayman. 26 kuni. Mayli. 26 kuni. Minoraga qara. Qanisan? Qaraman. 26 kuni 4:00 da to'shni qo'yiladi. Premyera qila olmayman. Shuning uchun qotib qoldi. Ko'rdinglarmi? Qotib qoldi bu. Xo'p, bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Men telefonim ishlamayapti. Yo'q, ishlamayapti.